Bu payg'ambarlar qissalarini Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bayon qiladi. Birini ikkinchisidan mufassal qildik. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo so'zladi. Ba'zisining darajasini ko'tardi, ba'zisini otasiz yaratdi, ba'zisini otasiz ham, onasiz ham yaratdi. Toki otasiz yaratgan Iso alayhisalomni Xudo o'g'li deyishmasin. Chunki onasi bor edi Iso alayhisalomda. Odam alayhisalomning ishi bundan kattaroq emasmidi? Otasi ham, onasi ham yo'q edi-yu. Otasiz yaratsalar Xudo o'g'li deysizlarmi? Odamga qaramaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk. Dar haqiqat ey Muhammad alayhisalom, sizdan avval ham biz payg'ambarlarni yuborganmiz. Ba'zilarini sizga so'zladik Qur'onda, ba'zilarini so'zlamadik. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqallazi bayna yadayhi va tafsila kulli shay'in va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Mana shu payg'ambarlarning qissalarida dedi Alloh azza va jalla aql egalari uchun ibrat bor, namuna bor. Birodarlar, qaraylik. Bu payg'ambarlarning hayotida poshsholari bor. Agar poshsho bo'lsak, ibrat olaylik. Boylari bor. Ibrat olaylik. Chiroylilari bor. Ibrat olaylik. Bir odam chiroyli bo'lsa, xaridori ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, haligi shu chiroyini bahona qilib ibodatdan qoldim deya olmas ekan. Yusuf alayhisolamning chiroyi butun maxluqot chiroyiga barobar edi. Bir aytar ekan, xotinim yomon desa, Lut alayhisalom, Nuh alayhisalomni misol qilar ekan, xotini Lut tinchalik yomonmidi? Bir odam kasal edim desa, Ayyub alayhisalom misol qilar ekan. Bir odam kambag'alchilik qursin, shu kambag'alchilik bilan bo'lib bola chaqa yaxshi qolmagan ekanman, ibodat qilmagan bo'lsa, Iso ochalimi? Iso alayhisalomning yaxtagidan boshqa hech narsa bo'lmagan ekan hayotda. Iso Masih deyilishiga birinchi rivoyatda onasi tug'ilganda yog' bilan mast qilgani shuning uchun Masih deyiladilarki, ikkinchisida sayohat qilib yuradi. Yer yuzida vatani yo'q edi, uyi bo'lmagan ekan birodar Iso alayhisalomda. Uyi bo'lmagan ekan. Payg'ambarlarni qarasangiz, albatta sizga, ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarning bir hayoti bor. Yoki sahobalardagi bor. Bittasini poshsholigi Allohning ibodatini to'smadi, bittasini gabeyligi Allohning ibodatini to'smadi. Bittasini bolasini kofirligi, bittasini xotini kofirligi Allohning ibodatini to'smadi. Yer yuzida yashayotgan odamlarning eng afzali kimlar? Payg'ambarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamning eng afzali bu Abu Bakr Siddiq. O'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarning eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi. Payg'ambarlar, birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarda zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'lboshchilari. Agar bularning tarixini bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Banu Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3 ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan, birodarlar, payg'ambarlarda bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalom to'g'risida. Cho'rlozgina. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizni yer yuziga insonlarga rahmat qilib yubordik dedi. Ya'ni bizni rahmimiz kelganligidan sizni yubordik. Odamlar jahannamdan o'zlarini saqlab qolishsin va Alloh taoloning foydasiga hujjat qoyim bo'ldi. Inna kunna an hada g'afilin. Inna kunna an hada g'afilin. Qiyomat kuni borganda odamlar, payg'ambarlar bormidi? Jannat, do'zax degan narsa bor. Biz eshitmagan ekanmiz bu narsani demasliklari uchun Alloh azza va jalla payg'ambarlar yubordi yoki nazir, ogohlantiruvchilarni yubordi. Har bitta qavmda albatta jannat, do'zax borligini xabarini aytgan ogohlantiruvchi o'tgan. Hech kim Allohning oldiga borganda bahona yoki hujjat qila olmaydi. Va ma min ummatin illa khala fiha nazir. Har bir ummat o'tgan, magar ichida ogohlantiruvchi bo'lgan. Bu qissalarda afzalligi, birodar, qissa kirishganimiz yo'q hali. Bu taqdimoti bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu hayoliy emas bu qissalar.
Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi.